sizni sustab, ya'ni bo'g'imlardagi og'riqlar, suyak sinishi holatlari qiynayaptimi? Men sizga chinakam foyda beradigan vositani tavsiya qilaman. Bu esa Axdar Elixirium. U 100% tabiiy mahsulot bo'lib, suyaklar va bo'g'imlarni hujayraviy darajada qayta tiklaydi. Axdar Elixirium og'riq qoldiruvchi emas, balki to'liq davolovchi vositadir. Bu mahsulotning noyob tomoni shundaki, davolash kursi o'rtacha 10-12 kun. Nega natija shunchalar tez? Sababi juda ham oddiy. Axdar Elixirium to'liq kursidan natija uchun sizga ikkita flakonning o'zi kifoya qiladi. Birinchi flakon tanadagi muhim jarayonlarni ishga tushiradi. Ichakdagi yallig'lanishni davolaydi, qonni tozalaydi, qon aylanishi va modda almashinuvini yaxshilaydi. Ichki a'zolarni kislorod bilan ta'minlaydi. Bu esa Axdar Elixirium ichidagi moddalar tanaga 90% singib ketadi degani. Ikkinchi flakon esa tiklanish bosqichini ta'minlaydi. Bo'g'imlarni tiklaydi, bo'g'imlardagi sinovial suyuqligini ishlab chiqaradi va suyaklarning tez bitishiga yordam beradi. Tarkibida o'simlik kollageni, kalsiy, magniy, kaliy, ruti, sink va eng asosiysi ko'p miqdorda kremiy mavjud. Aynan kremiy tufayli tana barcha elementlarni yaxshi o'zlashtiradi. Men Axdarni tanladim, chunki u oddiy yengillikni emas, balki ichkaridan to'liq sog'ayishni ta'minlaydi. Natijani esa siz ham 2000 dan oshiq foydalanuvchilar kabi 10-12 kun ichida his qilasiz. Hoziroq pastdagi podrobniy, ya'ni batafsil tugmasini bosing, qisqagina anketani to'ldiring va maxsus chegirmaga ega bo'ling.